O'rtoqlar, shoshmaymiz. Endi e'tiboringlarni mana bu narsaga qaratamiz. Hozir bundan oldingi videoni yaxshilab ko'ringlar, bo'lmasa bu videoni tushuna olmaysizlar deb aytgan edim, to'g'rimi? Qaranglar. Bu bolalar, qarochi bu okaga yozyapti, to'g'rimi? Birinchidan bu screenshot kim yozayotganligi ko'rsatilmagan. Bu o'sha oldindan plan qilib kesib qo'yilgan. Bu bir. Xo'p, endi qarang, bola yozyaptiki 248 da, to'g'rimi? 248 da. Endi okani eng oxirgi chatlari nima bo'lyapti? Ha, bo'ldi, oldinglarda kim bor? Bo'ldi, hostel qilaman deganlar 253 bo'lyapti, to'g'rimi? 253. Bo'ldi, eng oxirgi chat 253 bo'lyapti. Endi bu oka bu joyga kelib, bu videoni olgunlarigacha 307 bo'lyapti. O'zlarini qo'llarida soat ko'rsatib turibdi, to'g'rimi? 307 da. Men hozir shunaqa narsani eshitdim, u bu deyaptilar-da. Butun hamma narsani tushuntirib beryapti bu bola, to'g'rimi? Dorga anaqaga o'zini, vannaga o'zini osganligini, ro'molda osganligini, imini vannada osganligini, vanna bilan tualet o'rtasida ajratib turuvchi ana temirga osganligini, va shu yerda o'zi temir emas, odamni ko'rsatmaydi. Xullas, bu endi savol tug'iladi. Bor yo'g'i, tak, 53 ta 253 ta yozilgan bo'lsa, eng oxirgi chat bu odam bu yoqqa kelib bu narsani qayerdan bilyapti? Bor yo'g'i 14 minut farq qilyapti. 14 minut ichida bu butun hamma narsani bilib bo'ldimi? Yana bu odam aytayaptiki, endi bu narsani biz serial qilamiz deb serial qilib tushuntiramiz deyapti. Demak, buni serial bo'lishigacha bu odam oldindan bilgan. Voy, bosh. Menga xullas 1-2 kun vaqt berasizlar, 1-2 kun. Bu narsani men o'rganmayapman. Men to'g'risi o'zim qattiq qiziqib ketyapman. Buni menimcha men shunaqangi zo'r joydan ushlab oldim. Endi bo'ldi, ketdi. Qo'yib yubormaymiz. Ushlagan joyimizni qo'yib yubormaymiz. Oxirigacha olib boramiz. Bu yerda aniq jinoyat bor, menga ishoninglar, aniq jinoyat bor. Bizani kuzatishda davom etinglar.